Всем assalomu alaykum. To'la yaxshimisizlar? Sizlar bilan 28-iyul 2026-yil kundalik tahlilni ko'rishib turibmiz. Qaranglar. Kecha kundalik tahlilda ko'rib chiqdik. Kecha kundalik tahlilda ko'rib chiqqanimizda, men kecha zona yurdim. Men aytdim, daily CRT shakllangan bayga. Daily CRT bayga shakllangandi. CRT low, CRT high. To'g'rimi? Men aytdim. High aktiv, lekin bizada sell saytlar aktual. Biz sell saytlarga harakat qilayotgandik. Ashti bir oydan beri mana sell sayt kutib turibmiz. O'sha hisobiga to'g'ri CRT logika bo'yicha yaxshi ishladi, lekin daily, weekly CRT 50% aktualniy. Tim более trend selllar bo'lib turgan payt. O'shaning uchun kecha aytdim. Bayga agar tasdiq bersa kirib ko'ramiz, tasdiq bermasa mana shu zonadan sell qidiramiz dedim. Ko'rib turganimizda mana shu zonadan sell ketdi. Keyin kecha men bitta e'tibor bermagan narsam, hatto weeklyda e'tibor bermadim. Weekly to'g'ri hisoblar bilan tushib kelayotgan. Birinchi to'g'ri hisobda olsak, yaqin atrofdagi. Ikkinchi, bu uchinchi o'tgan haftani ekan. Nima bo'lgan? Bu ham tipi CRT high, CRT low. Asli yopilgan o'tgan hafta. Bu hafta harakat boshlangan. Endi bu haftani eng maksimum nuqtasi kerak bizga. Qachon yasalish? Endi biz o'ylaymiz, dushanba yasadi. Week of the high. High of the week. O'shan hisobga endi nima setup qidiramiz? Va umumiy yo'nalish bo'yicha sella o'tiribmiz o'zi. Tur soatida bir qarab ko'ramiz. Kecha aytganimdek, kecha sizlarga aytdim. Mana bu IPVga yaxshi turibdi. Mana shu IPVga bor, gap bor. Asosiy plan, hop, London chiqib bersa, New Yorkda sell qidiramiz. Tak 1 soat vaqt qolibdi, candle yopilishiga 4 soatlik. Keyin candle euro bersa, New York sell qidiramiz. Aktualniy. Juda ajoyib holatda. Kim bu harakatlarni o'tkazib yuborish kerak emas. Sell saytga. CRT low deb olsak, mana sell saytlar. To'la hammaga rahmat. Telegram kanalida xudo xolasa entry ko'rinishda ham tashib turaman.